Assalomu alaykum Bahodir akam obunachilar. Mana bugungi manzilimiz yangi obyektga ko'chganmiz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Sanoat kollejining orqa tarafida. Amir Temur 4-ko'chada. Bu yerda 6 xona paxsali uy bor. Taxminan 700 kvadratdancha oshib qolsa kerak. Bahodirjon aka, loyda salafanga qilib yubordikmi? Salapanda. Ulgurji katta loy bo'lar ekan-da. Bayokda ish baraka qilmaydi-da u. Endi bayokda ish qilib loy qilib bo'ladimi? Bayokda qilaveradi qolganda. To'g'rimi? Bir kun nasib loy qilinadi, shu bilan lekansa ketadi. Buni kvadratini paxsali uyning kvadrati 40 mingdan. Mingdan kelishdik mana. Paxsali uylarimiz xudo xolasa bir yaxshilab bir ikki xonasini qo'yganda bir tashab qo'yamiz yana xudo xolasa.